Qayerlarda bo'lsangiz ham, hattoki mustahkam qal'alarda bo'lsangiz ham, o'lim sizni topadir. Qur'oni Karim Niso surasi 78-oyat. Assalomu alaykum yana bir bor Hoji Akbar aka. Va alaykum assalom. Siz bilan ko'rishib, tanishganimda xursandman. Rahmat. Avvalambor intervyu berishingizga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin aka. Xudo xolasa manfaatli, ibratli bo'ladi deb niyatda keldik. Xudo xolasa. Shu intervyuda boshlanishdan bir o'zingiz haqingizda ozgina suhbat qilsak, nima deysiz? O'zi qanday bu kasb tanladingiz, kirib keldingiz shu sohaga? Qiziqish bo'lganmi yoki shunaqa Endi menda ota-bobolardan qolgan? Yo'q, menda birinchisi menman, bizning avloddan. Otam rahmatli 13-yoshimizda olamdan o'tgan bo'lsalar, endi ko'ngil uzilmagan. O'sha sababdan Chig'atoy qabristoniga dafn qilinganlik 2002-yil. O'shanda chiqib endi Go'rko'li mahalla ustoz Qudrat akalar, Qobil akalar, o'sha qabristondiylar hammasi o'sha o'zligiga yaqin olib, qabrga qarashtirib, o'shalarning shogirdi bo'lib chiqqanmiz. Endi ustozlar ko'p. O'shalar endi shu kasbni o'rgatib, boshqa qilib patag'asini berishgan. Mana hozir qashti 2002-yildan beri deyarli qabristondamiz. O'zi necha yoshdasiz, Hoji Akbar aka? 36 yoshdaman. 36 yoshdasiz. Shuni yoshligingizdan boshlab. Yoshligimdan, otam o'limidan keyin chiqib, boshqa qilib, endi o'sha yerda sipirsizlar qilib qarashib, ular endi mahalla bo'lishganligi uchun o'zligiga yaqin olib o'rgatishgan shu kasbni. O'zi mana shu kasbingizdagi eng qiyin va eng ta'sirli jihatlari nima? Endi eng qiyin deydigan bo'lsangiz, mehnat qilaversangiz hammasi yengildek tuyuladi. Lekin ba'zi bir paytlar odamlar sizni odamgarchilikni yo'qotib, muomalani qilmasa, hatto urayotgan ketmoningiz ham o'zingizga og'irdek tuyulib ketadi. Endi Alloh o'nglasa hamma ish oson. Alloh o'nglamasa u qiyin. Ketmon ursangiz ham, boshqa qilsangiz ham, yumshoq joyingiz ham bir hafsalangiz bo'lmasdan qilsangiz, qiziqmasdan qilsangiz har bir ish qiyin bo'laveradi. Qiziqsangiz, shu ish qilaman desangiz, hammasi bir oson bo'lib ketadi. Mana shu muomala, munosabat deganingizga xalq bilan ko'p ishlaysiz-ku. Bo'lib turadimi sizlarda shunaqa vaziyatlar? Tortishuvlar yoki qanaqa tushunmovchiliklar? Hozirgi kunda tushunmovchilik, tortishuvlar ko'p. Mana misol uchun joy talashishadi qabristonda ham. Qatga kelganligi, hammadan qolib ketayotganligi esiga kelmayapti-da odamlarning. Qarindosh urug' bilan ham joy talashadi. Aka ukasini ko'mdirgisi kelmaydi. Men qilib qo'yganman, qora toshni bunaqa boshqa joyga ko'mlaring deydi. G'o'payt bizani o'zimiz bilan ham tortishib ketadi odamlar. Chunki nima deyish mumkin? Hozirgi kundachi odamlar olamdan o'tdimi? Birinchi bo'lib eshiging tagiga miyaki stolini zakaz qilishadi. Ani marosim mashinasini zakaz qiladi. Ani yerda hammasini hal qilib, ertalab olamdan o'tgan odamni soat 10da, 10:30da kelib qolishadi. Peshinga deb biz e'lon qilib yuborganmiz, inson. Nechida olamdan o'tganlar? Palon vaqtda olamdan o'tdilar. Nimaga o'sha payt birinchi bo'lib qabristonga kelmading? Bu yerda 2-3 ta janoza bo'lgan bo'lsa, hali ikkitasi bitmasdan sanikini peshinga bitira olmasak, maniki to'g'ritni olib kelib qo'yib tomosha qilib o'tirmaysan. Birinchi bo'lib Go'rko bilan maslahat qil, boshqa deyiladi. Odamlar yo biz e'lon qilib qo'yganmiz, da aka qilib bering. Ba'zi bir paytlari xuddi ani mardikorga muomala qilgandek qilasan deganlar bor. Yo'q, unaqalar ham bor. Bir kun nima bo'ldi? Kechasi 9:30-10 yoz payti edi. Bondotga ko'lab bering deyapti. Endi men aka dedim 9:30-10 bo'ldi. Kim ko'laydi hozir? Ertaga vaqtliroq qilib beramiz, soat 10gami, 11gami desam, endi aka edi, uka edi, bunaqa, endi uni tiqishtirgan, buni tiqishtirgan tanish bilishlar chiqib, mayli bondotga emas, ertalab 9ga qilib beramiz dedim. Mayli, bondotda o'qib turib, 4:30da bondot o'qilsa, harakat qilsak 4 soat, 5 soatga qolmay bitirib olamiz desa, bondotda o'qib uyga kelsam, men ikkitasi o'ralashib yuribdi, o'da qaylayapti-da. "Ne hali boshlamadilaring?" deydi. Assalomu alaykum. Meni ish vaqtim soat 8 dan boshlanadi desam, nima deydi? Men ularga mayli musibat tushibdi shu oilaga.
mayli bizni 9:30 ga qilib beramiz, sen ham issiq kunda uzoq olib turmaysan desa, mana bu yerga kelib turib xuddi siz do'ljinda muomala qiladi ba'zi birovlar. Yoqmaydi. Yoqmagandan keyin qiyshaydi. Qiyshaygandan keyin bu odamlar shu narsani tushunish kerakki, men sababli, mana har qanday misol uchun sizga bitta odam yolg'on gapirsa, odamlarga ishonch qolmabdi deysiz-da, bitta yolg'onchini kasriga umumiy kirib ketadi. Bitta odamning muomalasiga ertaga bizga ham misol uchun bondodga qilib bersa, muomalani chiroyli qilsa-chi, aka, hamma ish bitadi. Yo'q. Endi qush inida ko'rganda qiladi, mana shunaqa birovga o'dag'aylab, boshqa qilib, endi ishing tushib kelib turibdimi, muomalani qilsang, mana kechiginda 7:30-8 telefon qilishdi, adamiz olamdan o'tib qoldi, aka, qilib bering deyishyapti. Yo'q, aka, ertaga 11 ga qilib beraman. O'sha kech bo'ldi, bolalar ketdi, boshqa qildi desa, keldi endi qo'li ko'ksida, okajon iltimos, uyda baqir chaqir ayollar to'satdan bo'lib qoldi, boshqa bo'ldi, iltimos qilib bering deb, muomalani chiroyli qildi, kechasi 9:30 da kelib, go'rni qazib ketib, mana ertalab 6:30 da kelib bondodga ko'mdim-da. Hamma gap muomalada. Muomalada. Shunaqa. Ba'zi birovlar keladi, "Ya, men soat, misol uchun bondodga deydi, boshqaga deydi yoki 2 soat, 3 soat oralig'ida qilib berasan" deydi. Sen birinchi mendan maslahat qil, 4 soat vaqt ber bizga desangiz ham, "Ya, mana shunaqa." Mana shu vaziyatlarni ko'rib, odamlar bilan muloqotdan keyin tafakkur qilib turasizmi? Tafakkur qilasiz. Har bitta gapni, har bitta odamni tushunasiz. Boshqa qilasiz. Hozirgi odamlar oldin 40 yilda, 40 kunda, hozirgi kunda 40 minutda ham qaytib qolyapti-da. Odamlarni bir-biriga bo'layotgan nima qilib, mana ruscha gapining past tubkasi. Ertaga meni bolamdan bo'lib qolishi mumkin-ku degan narsa yo'q. Ertaga birovni mazlum qilib qo'ysangiz, u qarg'asa sonitar bo'lib ketasiz. Bunaqalarni qarg'ish olganlarni ko'pini ko'rganmiz, boshqa qilganmiz. Men kelib mazlum odamlar bir xil payt dardini aytib qoladi. Shu tafakkur qilib, ularni o'rniga o'zingizni qo'ysangiz qo'rqib ketasiz-da. Tavba qilib olasiz. Tavba qilib olasiz. Xudoga shukr, men tinchman-u deysiz. O'zi aka, bu dunyoga nima uchun keldik? Endi aslida bu dunyo men odam ato bilan momo havo jannatdan quvilgan deyiladi-da. Bu jazo qilib berilgan dunyoda aslida. Biza shu yana o'sha odam ato momo havolarimiz tushgan joyga qaytish uchun o'zimizni yaxshi amalimiz bilan o'sha yoqqa tushishlik uchun, sinovdan o'tishlik uchun kelganmiz. Boshqa hech narsa emas. Mana o'sha biza asli otamiz, onamiz tushgan joyga qaytishlik uchun sinovlar ila, amalimiz ila borishimiz uchun bu yerga kelganmiz. Boshqa hech narsa emas. Mana misol uchun men diniy tarafdan aqlim yetmaydi. Lekin men o'zim tushunishim xuddi shunaqa. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi o'zi odamlar, insonlar qanaqa bo'lib ketyapti? O'rtog'im bor, Sardor degan sinfdoshim, o'zimni olib boradi, gapni ham kitob ko'p o'qigan bo'ladi. Biz ham payt kelsa, yoshlik qilib o'rtog'imiz o'zimiz tap gapirsak, o'shani bitta gap bor. Og'ziga kelganini gapirmoq nodonning ishi, oldiga qo'yganini yevermoqlik hayvonning ishi deydi. Nodon bo'lib ketyapti. Bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Hamma narsaga o'zimiz sababchimiz. Mana hozir siz boya gapirdingiz, importniy bo'lmish, u yoq bu yoq. Importniy bo'lmishi ham kim ko'tardi? Xalq. Xalq ko'tardi. Xalq. Mana hamma hozirgi kunda faxsh deyapti, dayus, payus odamlar xohlagan gapini gapirib tashyapti ayrimlarga. Lekin kim ko'taryapti ularni algoritmini? Instagramda kommentariy yozib, like bosib boshqa kim ko'taryapti? Endi o'zimiz ekib qo'ygan daraxtni endi meva bersa bu achchiqdan yegan deb o'tiribmiz. Xuddi shunaqa. Shuning uchun yoqmadimi? Kommentariy ham yozish kerak emas, like ham bosish kerak emas. Yoqmagan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, shu narsa qolgan odamlar ham shundan manfaatdor bo'lsin deb, yo'q anaqani bosish kerak. Manfaatdor bo'lsin deb. Nima deb o'ylaysiz? Insonning eng katta dushmani nima? Insonning eng katta dushmani o'zi. Mana eng katta dushman yolg'on gapirish, sabrsizlik. Keyin dangasalik. Dangasa bo'lsangiz, bo'ldi, sabringiz yetmaydi, yotaverasiz. Ya'ni ish buyursa deysizda yolg'on gapirasiz. Hammasi bir-biriga tortib ketadi. Agar uchchalasini formulada baravar olib keta olgan odam mukammal inson bo'lib ketadi. Dangasa bo'lmagan. Mana qanchadan qancha odamlar o'zingiz ham eshitasiz, boshqa nolga tushgan, lekin yana tutib ketdi o'zini deysiz. Nimaga deb o'ylaysiz? Birinchidan dangasa emas, ikkinchidan sabrsiz emas, uchinchidan yolg'on gapirmaydi. Bu yolg'on gapirmaganligi uchun qolganlar unga
anaqa qiladi. Chunki bu dangas emas deydi. Tortishlarida. Bu dangas emas. deydi. Ishonch bo'ladi. Ishonch bo'ladi. Yolg'on gapirmaydi. Bu dangas emas, bu ishlaydi. Hozirgi kunda odamlar orasidagi mehr-oqibat, o'sha muomala yo'qolib ketyapti. Hatto qarindoshlar orasidagi ham mehr-oqibat yo'qolib qolyapti. Nimaga unaqa bo'lyapti? Nima deb o'ylaysiz? Nimaga olib kelishi mumkin? Shahar havosi nima buzilib ketyapti? Oddiy misol, shahar havosi nima buzilib ketyapti? U falsafiy savol sizga. Daraxt kesilganligidan deyapsiz. Mana bundan 25 yil oldin hammani eshigida daraxt turardi. Biza nima fasadimiz chiroyli bo'lsin dedik, to'g'rimi? Hammasini kesdik, traverti mineralga qildik. Endi uyimiz ustiga endi konditsioner qo'yishimiz kerak bo'ladi. Boshqa. Men nima demoqchiman? Oddiy misol, biza ota-bobolarimiz tiklab kelayotgan, ota-bobolarimiz ekkan daraxt, ota-bobolarimiz qilgan udumni kesdik. Fasadimiz uchun, o'zimizni bir taqvodor yoki o'zimizni bir nima qilib ko'rsatish uchun, fasadimiz uchun. Qalbim uyimizni ichkarisi qiziq emas. Shularning hammasini kesdik, mana oqibatda mana chang oraladi. Boshqa nimadan? Shu oq chang bu hozirgi oqibatsizlik deng. Da. Hammasi shundan kelib chiqyapti, oka. Dafn marosimi bo'ldi. Oldin 20, 47 yil degan narsalar bo'lgan. Ota-bobolarimiz uni udum qilib qo'yishgan. Hozirgiga o'xshab birov uyingizga borsangiz, 4 xil ovqat qilib, bir nima qilib mehmon kutib olish kerak degan emas. Odamlar bitta parvarda bilan yarimta nonni qo'yib qo'ysan, oldingilar duoy fotihasini qilib ketgan. Kunni sanashgan. 20, 40 ham o'sha aza bo'lgan uydan xabar olib turgan. Mana hozirgi kunda ota qo'lisi, ota-onasi o'lgandan keyin aka-ukasining uyiga pashti ko'pchilik bormaydi. Chunki qari odam o'tdi, xabar oladigan odam yo'q. Agar o'sha udumli bo'lsa, buni hamma o'zicha bidat deydi, boshqa deydi. Erta hamma hozirgi kunda o'zining nafsiga to'g'rilagan. Ya'ni xarajatdan qochilyapti. Hech kim xarajat qilgan yoki boshqa qilgan degan emas oldingilar. Oldingilar farzandim o'zini otasini, onasini uyidan qadami uzilib qolmasin, kelib silay rahim bo'lib tursin degan maqsadda bu narsa qilingan. O'sha mehr-oqibatni qayta tiklash uchun nima qilishimiz kerak? Nima deb o'ylaysiz? Xarajatni kamaytirish kerak. Hozir lekin buni tiklash juda qiyin, juda oxirgi zamon bo'ldi. U siz xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham to'xtata olmaysiz. Alloh xohlamasa bizadan. Bizda sabab qilsak-chi? Alloh aytganu sababini qilsanglar, shunga yarasha natijani ham beraman. Chunki qarang, hozir misol hattoki qarindosh deymiz-ku, do'stlarning orasida ham вообще mehr-oqibat yo'q. Faqat bitta narsa. Pul orqasidan gonka, bir-birini qo'pol bo'lsam yetaman, chopish, aldash, shunaqa bo'lib qoldi aka. Endi Shunaqa bo'lyapti-da. Tafakkur qilib ko'rganmisiz? Mana shu mavzuga, mana shu bo'layotgan narsalarga. Endi mehr-oqibat tiklash uchun odam qarish kerak. 55-60 ga kirsa, bolalar o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi. Bu odam o'sha qaridi. Bordi keldi qilargan ekan, amakivachcha, xolavachcha, anisi, bunisi 55-60 ga yetganingizdan keyin qadriga yetasiz. Qarindosh urug', oshna og'aynini. Mana o'zim ham bugun telefon qilaman ustozga, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, necha xabar olib qolding deyaptilar. Yoshingiz katta bo'lgandan keyin mana shunaqa hol ahvol so'ragan bo'lib qolar ekansiz deyman. Oddiy misol, buni hammasiga vaqt kerak. Yoshlar buni tushunmaydi. Chunki mana sizga bitta aytib qo'y, mana hozir yoshlarni bebosh deyapti, yosh kattalar, to'g'rimi? Bu nimadan bo'lyapti deb o'ylaysiz? Mana yaqinda bir janozaga borildi. Yosh kattani hurmatini qilib borasiz. Palonchi akani anaqalari, kenaylari olamdan o'tib qoldi. Pataqaga borsak, u odamni o'zi yo'q. Qarasak, bir eshintiga 8 yoshli yigit turibdi. Pataqani o'qidi, palonchi aka qanilar desa, ishlari bor ekan, o'shanga ketdilar. Endi yoshlar, demak, ko'ngil so'rashdan ko'ra ish muhim ekan deydi. Tushunyapsizmi? O'sha yerda ta'ziyada 3 kun turib bersa, bu ish 3 kundan keyin ham bitadi. Ko'ngil so'rashdan ko'ra ish muhim ekan. Mana yosh kattalarni o'zi mana shunaqa qilib shu osh pishirgan. Endi hozirgi kunga kelib yoshlar bebosh bo'lib ketdi. O'zingizlar bu yog'ini nima qilib qo'yganinglardan keyin nima bo'lsin deysiz-da. Xuddi shunaqa. O'zingizda ham xuddi shunaqa-da. Misol uchun, mana aytib turasiz, sinfdoshingiz yo boshqangiz otasi yo onasi o'ldi, eshintegida kutib turasiz, chiqyaptimi? Bandalik ekan o'rtoq tuzum bo'ldi, keldimmi, bo'ldi işte. Oddiy misol. Yosh kattalar shu narsani o'rgatganda.
hozirgi kunda mehr oqibatini tiklash uchun yo astag'firulloh deb gapiraman, yo bitta yaxshi ocharchilik bo'lish kerak. Yo bitta urush bo'lib, ancha muncha odam qiriladi. To'g'ri, Sistema обновление bo'lib ketadi. Yo, sistema hammaga bo'lib ketsa, hamma tirikni qadriga yetadi. Shunaqa. Tinch zamonni ko'tara olmayapmiz-da biz. Aytadi-yu, to'qlikdan sho'xlik, a? To'qlikka sho'xlik. Shu. O'zi men bu tushuncha bor-ku, qonimizga juda ham qattiq singdirilganda bu tushuncha. Odamlar nima deydi degan narsa. Siz qanday nima deysiz bu narsaga? Qanday munosabatingiz o'sha narsaga? Odamlar nima deydi degan narsachi, endichi Qayerdan kelgan o'zi, kerak narsami o'zi? endichi mana sizga bitta narsa-da, odamlar nima deydi bu odamlarning fikri-da. Fikr nima o'zi? Maslahatmi, fikrmi? Fikr bu. Fikr. Fikr nima? Tekin. Tekin? Doktor oldiga bordingiz, konsultatsiya nima? Maslahatmi? Tekinmi? Yo'q, pul hozir aka. Bo'ldi. U nima deydi degan narsa faqat narxini so'rab o'tib ketish bilan barobar narsa. Tushunyapsizmi? Odamlarning fikri bu tekin. Maslahat bu pul. Agar maslahat berib, ukajonim, "Men ish sal durust emas. Shu narsani manma qilib siz bilan asobiy shug'ullansa, siz uchun vaqt ajratsa, uni qadrlash kerak." Fikr tekin narsa. Bo'ldi, tekin narsani qadri yo'q. Bo'ldi, shuning uchun bunaqa odamlar nima deydi? Odamlar deyveradi. Ertaga zo'r bo'lib ketsangiz ham gapiradi, yomon bo'lsangiz ham gapiradi. Mana shu yerda o'zimiz ko'ramiz, g'obayt shoshilinch bo'lib qoladi yoki odam dunyoviy ishi bilan bo'lib sal anaqa bo'lib qolsa, qabristondan sal joy topilmay qolsa ham, ana qaramaganda yoki mana shu bir paytlar nimadir gunoh ish qilganda, mana mozordan ham nima qilib bo'lmayapti. Mana shunaqa narsalarni ko'rasiz. Nima degan narsa bu? O'tib ketgan odamni ham g'iybat qilib. Yo'q, lekin mana bitta narsa-da. Misol uchun, anu qanaqa yurgani bilan siz fikr bildirdingiz. Siz bilmaysiz, u balkim publikaga shunaqa chiqib o'tgandir. Niyatni bilmaymiz-ku. Niyatini bilmaymiz. Endi niyatim toza, ko'nglim toza degan bilan xohlagan ishini qilib yurish kerak emas-da, bu. Shu imkon qadar o'zini yaxshi yo'lda ko'rsatish kerak odamzod. Riyo qilish kerak emas u. Yaxshi yo'lida. E'tibor beraman-da. Ikkiyuzlamachilik, keyin soxtalik juda ham ko'payib ketdi-da aka. Zamoni zayli bilan hamma narsa yetishmovchilikka bog'liq bo'lib ketadi. Sen uchun xursandman deydi, yo'l bu yoqda o'zining ishini qilib ketaveradi. Shu endi hasad yana bittasi. Shu yetishmovchilikdan, boshqa hech narsadan emas. Ham aytolman u yosh kattalar yoshligidan bolalarga tafakkur qilishi, mana bu narsa misol uchun sotqinlik yaxshi ish emas. Yolg'on gapirish yaxshi ish emas. Bolam ertaga ismasi oshkor qiladi. Mana shunaqa narsani qulog'iga qo'yib hadurib emas. 1 yilda 4 marta, 5 marta shug'ullanish kerak bo'ldi. Hadurib gapiraversangiz, bilaman deb qolsa, ertaga o'zingizni aybingiz. Ana aytadi-yu. So'nggi do'stni o'ylab yaxshilik qilaman desangiz, oxiri dushman qilib qo'yasan o'shani ham deydi-yu. Shunaqa. Joyi kelganda o'sha ishni ustida spalishnik bo'lsa, tanbeh berish kerak. Uni avvalo hadurib gapiraversangiz, xuddi teskarisini keyin qiladi. Teskarisini qiladi, yo'lini qidiradi, immunitet hosil bo'ladi. U yolg'onni hadurib gapiryapti, siz hadurib gapiryapsizmi? Bo'ldi, immunitet hosil qiladi. Demak, boshqachasiga olib borish kerak deydi. Xuddi shunaqa. Bu endi bu meni fikrim, hamma o'zini oilasida bu narsani sinasin demayman, chunki hammaning oilasi har xil. Misol uchun bizani bolalar kichkina bolalarim bor, bir nima qilsa, oldin onasi kuchi yetmasa, keyin menga aytadi, men 1 yilda 2 marta, 3 marta bolalarga, "O bolam, mana qarab ketyapsan." Shuni gapiraman. Agar unga had urib gapiraversangiz, aytaman sizga, immunitet hosil qiladi, boshqacha yo'liga o'tadi. Propaganda degan narsa bor-da. Serialni ko'rsangiz, yosh bola bilan o'zi ko'r bo'lmaydi. Oddiy misol, palonchidan qochib qopti, pismadondan qochib qopti, mana bilan yuribdi. Amerikanskiy kinoni ko'rgan bola keyin tepadan tushib o'g'irlik qiladi-da. Oddiy misol. Perchatka kiyib, atpechatka tushmasligini perchatka kiyib ham odamni o'zini o'rgatyapti, qanaqa qilib bekinib, nima qilish kerakligini. Yana ham immunitetli qilib tashyapti. Shuning uchun bu oqibatsizlik, boshqa chopib ketish, popib ketish, mana shunaqa qilib ketyapti, oldin mana qilay desa, demak, oldidan sirasi ketib qolish kerak emas. Azgincha yana litsemerlik qilib turish kerak. Keyin 6 oy o'tgandan keyin bo'lamiz. Mana ko'ryapsizmi? Mana kinolar mana sirasi ketib qolyapti-yu.
bola mana xuddi shunaqa. Buni javobi ham bor-ku, aka, u dunyoda. Aytsaman sizga. Ma'ruza ko'p, ibratli video ko'p, siyqasi chiqib ketdi. Shuning uchun odamlar tafakkur qilmayapti, javobini o'ylamayapti. Bitta tavba qilaman o'tib ketyapti. Bo'ldi. Mana shunaqa deb Foniy dunyo deb oxiratda kamroq o'ylagandek bo'lyapmiz, a? Shunaqa. Shunaqa. Biza hozir mana ishim bitta eshigim loydan o'tdi. Mana shunaqa. Mentalitetda o'zida ayrim kitobga yozilmagan maqollarni yo'q qilib tashlash kerak. Umuman eslash kerak emas. Bu qayerdan propaganda kelgan o'zi mana shunaqa? Rus paytida bo'lgan. O'rislar payti oqquloq mana. Kommunizm Shimbolani ko'rganmisiz? Draska damoy deydi. Stoy kuday desa draska damoy deydi-yu. Uni tilini o'rganmasa ham, uyimga desa ham o'ris cho'ng'alardi. Yo'q. Bizlar o'zbeklar sekin muloyim gapirib, o'sha ko'prikdan o'tib ketishni mo'ljallashgan. Ishing bitta eshiging loydan o'tdi, bo'ldi, ishingni bitirib ol. Keyin u oqquloq yana keladimi yo'qmi deyishgan. Oldin misol uchun o'risni, misol uchun rotatsiyasi bo'lgan. Bu bugun Turkistonda bo'lsa, ertaga Sibirga jo'natib yuborishi mumkin. Bu odamni qaytib ko'raman, bo'ldi, yolg'on gapirib yuboraver. Xuddi mana shunaqa. Hozirgi kunda misol uchun mahalliychilik deymiz, viloyatdan keladi, viloyatliklar aldoqchi bo'lib ketyapti, boshqa bo'lib ketyapti deb yo'q deymiz-da. Aslida ular mana bu yerda hech kim tanimaydi. Nima Bemalol qilsam qolaveraman. Bo'lib ketyapti. Bo'lib ketyapti. Shuning uchun Rossiyada ham yo'q deydi, bolalarni o'zi og'aynilarimiz bor, endi Qashqadaryo, Surxondaryo, boshqalar shulardan so'rasa, Rossiyada ham xuddi shu narsa. Короче, meni hech kim bu yerda tanimaydi. Tanimaydi emas, Alloh ko'rib turibdi. Ko'rib turibdi-ku, aka, shunisi bor. Shu narsani bolalarni anaqasiga singdirib bo'lmayapti-da. Singdirib bo'ladi. Uning uchun yoshligidan muhit bo'lish kerak. Uning uchun ota, ona mas'ul bo'lish kerak. Hech qachon vaqtni olib qo'ymaydi. Mana siz ham uyingizga borasiz. Bir oyda bir marta shunday olib turib gapirsangiz, eshitadi bolalaringiz. Shunaqa. Ya'ni degani bu tarbiyaga muhitga bog'liq. anaqa yaxshilab qarashimiz kerak, to'g'rimi? Shunaqa, tarbiyaga yaxshilab qarashimiz kerak. Nima tavsiya berardingiz shu ota-onalarga, hozirgi ota-onalarga? Nimasiga u, nima qilish kerak? Yoshlikdan ilmli qilib faqat o'qitish. O'qish. Bo'ldi, boshqa hech narsa emas. O'qish, til bilish. Til bilgan odamning tafakkuri yana ham kengayib boradi. Da, to'g'ri. Bitta uchta savolim bor, aka. Eding. Lichniy savolim bor. Lichniy deganda ish haqida. Ishingiz haqida. Ishingiz davomida eng esda qolarli yoki ta'sirli voqea qaysi bo'lgan? Ta'sirli holat esimda 16 yoshimda bir joydan gol qazyapman, o'sha yerda yig'latganda meni deb o'yolmaganman, ishonasizmi? O'yolmaganman. Urasiz sakratadi. Bilmayman nimadan. Juda qiynalganman. O'shanda ko'zimdan yosh chiqib ketgan, bitira olmaydim. Endi ketib borayotgan paytimda menga ishondirgan bu ish. Nima qilsa ham bitirishim kerak. Mas'uliyat his qilib bitirganmiz. Lekin o'sha yoshroq odam edi, endi nima amal qilgan, nima ish qilgan bilmaymiz. Bola chaqasiga ham ko'zdan yosh chiqmadi-da o'shani. Bo'lmasa bolalar 12-13 yosh nima ish qilgan bilmaymiz. Keyin odamning niyatiga bog'liq. Bir kun bittasini endi qamoqdan olib keladi deb qoldi. Qamoqdan olib keladi, ular kasali og'ir ekan, sinkivi grupda ko'miladi deb qolishdi. Ko'lab qo'ydim, keyin jiyani kelyapti-da, tog'amlar bo'ladilar. Har doim gapirardi. Endi tog'asi endi o'sha 90-yilda malimni pijak kiygan ko'chavoyroq bo'lgan ekanlar-da. Endi o'sha hayotda qolganlar, bola chaqa bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, shu o'g'ri kriminal hayotda qolib ketganlar. Aytarkanlar har safar. Meni olib borib o'risga o'xshab ko'ngvoraring, ko'ngvorasanlar eslicho deykanda. O'zi o'zbek bo'lib turib. O'zi o'zbek bo'lib turib. Musulmon bo'lib turib, ha? Endi mana shunaqa gap ko'p gapirar ekanda, aytadi. Jiyani ham qarab turib, niyatlarga yarasha bo'ldi-ya deydi. Xohlasalar ham hozir kafanlab ko'molmaydi deb biladi, deyapti. Ya'ni o'zi niyatiga yarasha oldi. Bir kun bittasi kelib qoldi, onam o'tib qoldilar. Xo'p, aka, qilxoningiz bormi? Bor. Bordik. Borgandan keyin bunday qarasam tanish onamiga palonchi aka, meni jiyanim bo'ladi. Ne qarab qo'ymadimi? Hamma yoq anaqa bo'lib ketibdi. Suv olmagan boshqa. Aka, qanaqa jiyan bo'ladi? Amakim o'g'li. Aka, ular bansida yotib, jigarlari operatsiya bo'lib, mazalar bo'lmay ancha yotganlarida xabaringiz bormi desam? Voy, shunaqami dedi. O'zini otasi ko'milgan joy, lekin jiyanidan so'rayapti.
Nima degan narsa bu? Jiyani keldi. Bu mana bundoq bo'lib qolganlar. Endi operatsiyadan chiqdim. O'shani ham eshitib qolib, borib ikkita odam olib kelib o'shani tozalatyaptilar-da. Kasal hollariga. Keyin ham o'tib qoldilar. Mana shu qaratib qo'yay deyapti. O'zida bor. Ana farzand mana onasi ko'milgani 1 yil bo'ldi. Hali kelib bir hech qilgani yo'q. Prosta shunchaki odamlar kelishida, ana qudamda qarindosh urug'i kelishiga men uyalib qolmay degan maqsadda qirxonani tozalatyapti. Sizga mana shunaqa odamlar o'zi xabar olmaydi. Lekin birovdan so'rab oladigan bo'lib qoldi. Bunaqa holatlarni soni ko'p. Mana misol uchun keladi, otasini, onasini qabrini topa olmaydi, boshqa qilmaydi. Yo'q aka, mozori kelib turish kerak bo'ladi, xabar olib turish kerak bo'ladi desa, ish bilan bo'lib qolmasa-da, ish bilan bo'lganingiz bilan ham xohish bo'lsa, topiladi vaqt. Topiladi vaqt. Mana sizga zo'r savol bor aka. Bu ham obunachilardan savol. Kuyov tanlashda nimaga e'tibor berish kerak? Siz fikringiz. Ochuchasiz gaplashish kerak. Ochuchasiz gaplashganingiz bilan baribir kuyov emas. Avvalambor ikkita quda bilan gaplashish kerak. Qanaqa tarbiya bergan? O'zi shundoq oyna bo'lib turadi. Erkak quda bilan assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Ayol quda bilan yaxshimisiz, xudo xola. Ana o'shanda qush inida ko'rganini qiladi. Bunda yon atrofda bir xilda mana misol uchun keladi, betga qabristonga kelib qoladi, o paytda qabriston deylar, haqiqatan endi to'g'ri ko'pchilikni taniymiz, boshqa qilamiz. So'rab surishtirib kelishadi. Mana shunaqa avlod ekan. Nima pastupga qilgan, bir anaqaga aralashgani yo'qmi, bunaqaga aralashgani yo'qmi desa, endi nimaga edi? Qizimni uzatmoqchi edim. Ma'minisi mamma qaro, ma'minisi buna qaro, ma'minisi odamgarchiligi yaxshi. 4 ta, 5 ta farzand bo'lsa ham hammasi har xil, lekin tozarog'i mana shu. Ma'mi o'qitgan, ma'mi salana qaro. Misol uchun hech kim bolasini o'g'ri qilib tarbiyalamaydi-yu, misol uchun oradan bitta bulbuldan qarqanot chiqqandek bitta chiqib qoladi. Xuddi shunaqa, u ota-onaga qarab turib, bekordagi eskilar qizini ko'rib, onasini ko'rib qizini ol degan emas. Sababi janjal chiqqan xonadondan eshitib turing. Janjal bo'g'urgan uyda qiz olsangiz, u qiz hayot shunaqa ekan deydi. Da, to'g'ri. Immuniteti bor. Kerak bo'lsa ertaga sizga ham, eriga ham sapchiydi. Mana shu yerda bir holat bo'ldi. Bittasi keldi, mana bunday chaqaloq, aka chaqaloq, nobud bo'lgan chaqaloq bor, o'shani ko'mib berasizmi dedi. Xo'p, bo'ldi, aka. Joyinglar bormi? Joyimiz bor. Endi kichkinagina chaqaloq ko'lib olsam, etib qol, dardini etib qol, aka deydi. 12 yil turmushim bo'lgan edi. 2 ta farzandim bormi? 3 ta farzandim bor. Bu 4-inchisi edi. Kecha nima bo'lganini bilasizmi? Nima bo'ldi? Xullas, ayolim o'zidan o'zi janjal qildi, boshqa qildi. Indamay turibman deydi. Janjal qilib gapirmagan gapi qolmadi onam adresiga, meni ham adresimga gapirmagan gapi qolmadi deydi. Uyga ketib qoldi deydi. Bugun qaynimning o'rtog'i deydi, tashab ketdi deydi. Одноразовый idishda mana senga bolangni abort qilib anaqaga jo'natib yuboribdi. Bolang mana deb. Tushunyapsizmi? Voy. Mana shu darajada xudbinlashib ketganlar ham bor. Mana o'zini qorinda vujudida saqlab kelayotgan bolani shu eri bilan urushib, eriga prinsip qilib, abort qilib, qaynisidan одноразовый idishda jo'natib yuboribdi spravkalarini solib. Endi deyapti, men qanaqa qilib deydi, bu bilan yashayman aka deyapti. Bu psixku deyapti. Bu qanaqa qilaman shunaqa? Shu darajada bo'ladimi deyapti. Xo'p, 12 yil ichida oilada gap o'tadi, boshqa qiladi, lekin bu darajada vahshiylikka borishlik bu nima degan narsa deyapti. Qanaqa qilaman 3 ta bolam bor deb. 3 ta bolam bor. Bunga qanaqa qilaman onalikni ishonaman endi deyapti. Mana Hamidda ham bir holat bo'ldi. Bitta normalniy ayol keldilar. Mana shunaqa nevaramiz tushib qolib, o'shani ko'mib beringlar. Xo'p, spravkasi bormi? Yo'q, hujjati yo'q. Spravka olib kelasiz-ki, 3-4 soat yo'q ketishdi, kelishdi. Ko'mib berdik bir chetga. Keyin oradan 1,5 oy o'tib turibdi-da, ana yerda ikkita ayol bilan bitta bola kelib turibdi. Mana shunaqa oyda deydi, chaqaloq ko'milgan. O'shani ko'rib berasiz, deyapti. Men unaqa muomala, anaqa yo'q, короче, yo'dvorlaring desam, aka bo'lmasa bo'lmaydi deb turibdi. Xo'p. Oldik. Spravkani qaradi, anu akusher ginekologga huzurida abort qilinganligi haqida spravka turibdi. Homila necha hafta, necha oyligini grammagacha yoziladi. Hamma hujjat, chunki biz hujjatsiz ko'nmaymiz. Yozdi, bundoq qarab turibdi-da, endi homila to'ydan bir 2 oy oldingi ekan. Endi aytayotdi, ana kuyovga qarab, bolam deydi, bilmaymi deydi. Men qayerdan endi uylanib turgan bo'lsam.
spektakl shunaqa bo'lganki, bu yoqda qizni tipa sen ering bilan urushib chiqib ketgan bo'lasan, stressga tushasan, bu yoqqa kelib bolang tushib qoldi bo'ladi. Tibbiyot rivojlangan. Tibbiyot rivojlangan bo'lgandan keyin bu necha oylik, necha haftalik, qaysi akusher hammasi hujjati bilan bo'lib turibdi. Shuning uchun birovni u baxtli bo'lib ketadi degan maqsadda birovni yedirib olish yaxshi emas. Mana baribir anaqa qaysi nom bilan ketdi o'sha endi? Ham katta gunoh. Ham bu yoqda birovni shu darajada nomini, o'zini nomini, hayotini, o'sha yigit kishining hayotini bizganligi. kres qo'ydi, tushunasiz? Buzib ketdi. O'zi vayron qilib tashladi. Vayron qilib tashladi. Mana shunaqa narsalar bo'lib qoladi orada. Endi eshitgan bo'lsangiz juda ko'p. Endi shunchaki men faqat odamgarchilik yuzasidan gapirilayotgan gaplar bular. Soxta gap emas, yoki bo'layotgan narsalar. Bo'layotgan narsa, odamlar vahshiy bo'lib ketayotganligi, boshqa bo'layotgan. Men hozir eslab qolganim bu. 18 yoshli Hoji Akbarga nima tavsiya berardingiz aka? O'qish. Endi bizani qanotimiz sindirilgan, men institut 2-kurs tashlab ketganligim bizani hozirgi kunda ham eng og'riqli nuqtamiz tanqid ko'tara olmasligimiz. Institutda o'qiyapman. 18 yoshim, 1-kursman. Domla endi boshladi leksiyani. Endi Milliy istiqboliyat huquq fakultetida o'qigan bo'lsam, boshladilar. Mana shunaqa endi eski tuzumni yomonlayaptilar. Keyin ustoz, unda nima bo'lgan emas u deb o'zimni fikrimni bildirishni boshlaganimda, domla sani, familiyang nima? Palonchi. Men faqatgina o'zimni fikrimni bildiryapman. Gapirishga ham men o'zim Milliy istiqboliyat g'oyasi va huquq fakultet, huquqda o'zi yuristsizda, sizni o'zingizning fikringizni domla men senga mustaqillik yoqmay qolibdi degan. Bo'ldi, siz bahoyingizni ola olmaysiz. U o'qituvchi uchun siz qarg'asiz o'sha. Ko'ryapsizmi? Sizni ilmingiz, sizni anaqangiz qiziq emas-da. Shuning uchun ko'p yoshlarimiz endi tilini tiyib o'qib yurgin deyishingiz mumkin. Oddiy misol, mana bizda qanaqa ahvol kelib qoldik. Misol uchun bitta odam non kavob ochsa, hamma non kavob ochyapti. Bitta odam xuddi qilsa, hamma odam xuddi qilyapti. Sababi nima deb o'ylaysiz? Bizni yoshlikdan faqat oq qora chim, galstuk bo'lmasa maktabga kirma. Siz o'zingizni qaysi sohada qirrangiz borligini ham isbotlab bera olmagan bo'lib qolyapsiz. Uje yig'ishtirish kerak. Bular bekordan gapirishmayapti. Marsga uchayotgan paytda haligacha bizda hijob bilan ro'moli farqiga bora olmay yurishibdi deyapti-yu. Xuddi mashinasida uje hammani qo'yaveringlar. Misol uchun, to'g'ri, biz borib ko'rmaganmiz chet elga. Forma masalasi yo'q, lekin bolani mana misol uchun biz ham yaxshi o'qiganmiz, o'qituvchilar nimaga past baho qo'ygan deysiz? Biz o'g'il bolamiz, to'polonchi bo'lganmiz, xulqimiz uchun baho qo'yishgan. Yilni boshida chiqasiz, yaxshi gapirib, yaxshi o'qib turasiz, bitta 2 olasiz, bo'ldi. Ustozga prinsip bitta to'polon qilib, bitta vazifa qilmaganligingizga 2 qo'ydimi, bo'ldi. Siz misol uchun, ana futbolda ham misol uchun zo'r o'ynayotgan komanda bitta 3-0 ga yeb qo'ysa, ularni stressdan chiqarish uchun trenerskiy komanda qancha shug'ullanadi. Siz bo'lsangiz, mana shu bitta o'qituvchining aybi bilan qancha o'quvchilar sinadi. Men misol uchun hech qanaqa maslahat bermayman 18 yoshlarga Hoji Akbarga. Sababi men o'zimni fikrimni gapira olmasam, men hech kim emasman. O'zimni bir anaqamni ko'rsata olmasam, o'zimni qilaman. Undan ko'ra mana shu mozori ichida o'zimni bilganimni qilib yurganim yaxshi. O'zimni qobig'imda yurganim yaxshi deb o'ylayman. Bu hammaga tegishli-da. Agar siz hech narsa qila olmasangiz, faqat shu o'zingiz fikringizni ham ayta olmasangiz, anu-tanu ravshan qilib, birovni gapini gapirib yuravergan bo'lsangiz, siz hech kim emassiz. Hech kim emassiz. Oxirgi finalni savol ham tayyorlab qo'ydim sizga. Hayotning qadriga yetish uchun nima qilish kerak aka? Hayot qadriga yetishlik uchun sizga men bundan oldin bittasiga aytgan edim bu gapni. Misol uchun hozir yaxshi mashina nima? Men mashinaga qiziqmayman aka. Siz ham qiziqmaysiz, men ham qiziqmayman. Men orzu ham qilmaganman mashina Men ham shunaqa. Sizga mana shu iPhone 16 mi, bundan boshqa yangi model chiqmaydi deylik. iPhone 16 ni Humoyun, mana shu oxirgisi
Boshqa telefon yo'q. Sen uchun bitta alishtirishga ham haqqing yo'q. Alishtirmaysan ham deb berildi. Bu telefonni qanaqa tutasiz? Avaylab. Avaylab tutasiz. Alloh bizga umr berdi. Umr bergandan keyin uni bir martaga beradi. Salomatligingizni ham bir marta beradi. Siz pochkangiz og'risa boshqani birovning pochkasini qo'ysangiz ham o'zingiz pochkangizda Bo'lmaydi, zavod qo'yib bo'lmaydi. To'g'ri. Ha, buni sinab ko'rasiz siz. Chunki takka kelgan oxirgisi emas. Zaryad kelgan tiqib ko'rasiz. Laminantni ham qilasiz. Hamma narsani qilib ko'rasiz. Oxiri batareya tashlaveradi, internet ishlamayapti, u ishlamayapti, bu ishlamayapti. Ujum telefonim uxladi, kamerasi xira bo'ldi deyapsiz. Lekin avaylamagansiz. Hayotingiz ham shu. Mana ko'z, oyoq, qo'l, til, oshqozon, yurak hammasi bir martaga berilgan narsa. Shu takka kelgan deydi-yu. Takka kelgan narsani avaylab olmasangiz, bu oxirgisi demasangiz, u foydasi yo'q. Siz tiriklikning qadriga yetmaysiz. Mana hamma narsani biz yo'qotganimizdan keyin qadriga yetamiz. Hattoki o'zimizni mana oddiy tishimiz. Tishingiz og'risa voy-voy qilib chiqasiz. Bitta tishingizni oldirsangiz bo'ldi, ikkinchisi ketadi, ikkinchisini uch taliq qo'yib maza qilmaysiz. Implant qo'yib 3 oy joningiz og'riydi. Mana ko'ryapsizmi? Oddiy kichkina ko'rinmagan detallarning qadriga yetmaymiz hattoki. Oddiy mana Covid paytida Covid bo'layotganimda esimdan chiqmaydi. Nafas ola olmay qolganman-da. Mana hozir mana esimdan chiqib ketgan insonman. Sovuqda ham nafas olib yuraman, boshqa yoqqa yuraman, o'zimni avaylash yo'q. Chunki men tuzalib ketdim, yana oldingidek bo'ladi, lekin oldingidek bo'la olmaysiz. Ha, o'tgan yili Humoyun necha yosh edi? 29. O'shan nomanda yuribsizmi? O'sha siz xohlasangiz ham olding. 30 yoshsiz uje. Humoyunsiz, lekin 30 yoshli Humoyunsiz. Uje 1 yil umringiz ketdi. Shuning uchun imkon qadar hamma narsani mana erta degan narsa yo'q. Erta faqat bugun. Ha, chunki erta deysiz, ertalab uyg'onasizmi yo'qmi? Shuning uchun buguningizdan o'zingiz xulosa qilib, o'zingizni asrab, o'zingizdan qilmasangiz uje ko'p narsani mana katta daraxtlarni bemalol kesib tashlayapmiz-da. Sababiki uning tagiga biz suv quyib ko'kartirmaganmiz. Qadriga yetilmaydi. Birovning mehnatini ham qadriga yetilmaydi hozirgi kunda. Mana ko'chada obodonlashtirish, boshqa qilish ishlayapti. Lekin baklashgani farqi yo'q. O'zimiz ham payt kesib, Farozdan Bebarxaga o'xshab xayol bilan tashab qo'yamiz. Hamma narsa o'zimizni avvalambor hech narsani qadriga yetmasligimizdan kelib chiqadi. Tinchlikni qadriga yetmaysizmi? Xudo beradi sizga. Mana ko'pchilik aytadi, boylik nima deydi. Nima boylik sizga? Boylikning eng yaxshisi nima deysiz? Mana kecha bitta internetda chiqyapti, endi yangicha psixolog erkak kishi uchun yaxshi yeyish boshqa deyapti-da. Endi gapira 4 ta narsani keltiryapti. Ayol kishining gapi. Men o'zim aytdim, erkak kishiga birinchi bo'lib tinchlik kerak. Tinchlik. Erkak kishiga tinchlik bo'lmasa, ovqatdan boshlaydi. Siz ovqatlanib o'tiribsiz, ta'sida bitta muammoni gapirsa, ovqat yo'laysizmi? Yarim kosada to'xtatasiz. Erkak kishiga har doim hamma narsa yaxshi bo'lishi uchun tinchlik kerak. Boshi hech narsa emas. Qadimgilar, oldingilar mana yosh kattalar duo qilishadi, ilohim tinchlik, salomatlik. Tinchlik bo'lsa, salomatlik keladi. Xotirjamlik, salomat, tinchlik hammasidan keyingi. Mana ko'ryapsizmi? O'sha bizni o'zimizni tinchligimizni, salomatligimizni, tansihatligimizni, mana shunaqa narsalarni yo'q qilib boryapmiz. Shuning uchun dasturxonda ham nima deyman, unda o'tirib ketamiz. Biz Oddiy so'z bo'lib qolgan aka. Yo'q, oddiy misol so'ramaygan bo'lib qolganmiz-da. Alloh deymiz-da, lekin so'ramaymiz. Lekin gapirgan so'zimizni ma'nosini tushunmayapmiz aka. Chunki mana duoda ham. Mana men bittasini bilaman. Endi u anaqa edi. Bir bolani otasi kasal bo'lib yotibdi. U bolani yon qo'shnisi urgan. Yon qo'shnisi urganda kasal bo'layotgan otasi yig'lagan. Mani ukamdek bo'lgan bola mani bolamni urdimi deb. Ukamdek bo'layotgan, ukam deb katta qilgan bolam endi men kasal bo'lib yotganimda urdimi deb yig'lagan. Uni endi kasal u odam o'tib ketdi endi. Kasal bo'layotgan odam. U kasal bo'layotgan odam birovni bitta o'g'li bo'lgan. Uni onasi keyin qarg'adi. Xudo shuni tirikligimda xor qilmaguningcha men hayotimdan rozi emasman dedi. Shu odam oilasida tinchlik yo'qoldi.
uy joysiz qoldi. O'zi ham yosh o'tib ketdi. Bolalari ham parokanda bo'lib ketdi. Endi uyog'ini gapirmayman. Endi g'iybatga kirib qarg'ish shu darajaga olib kelib qo'yadi. Misol uchun ba'zi birlarni aytamiz, bir taqvodorroq bo'lgan insonni gapida gapirgan gapi nima bo'lganki, nega siz mana bunaqasizda bolangiz mana bunaqa ichkiligiga ruju qo'yib yuborgan deganda o'sha taqvodor odam nima degan bilasizmi? Qayerdadir harom luqma yegandirman, shunaqa chiqib qoldi degan. Ha. Tan olgan. Tan olgan. Bu o'ta og'ir narsa, lekin hozirgi kunda bemalolashib ketdi-da. Qayerdadir yegan luqmam uchun shu meni anaqa qilyapti. Hozirgi kunda beboshlik bo'lyapti yoshlar tarafidan. Endi hamma aytishi mumkin. Ey, qarchi men bunaqa unaqa luqmada ham gap katta. O'zingizdan bilasiz. Shunaqa halol. Halol imkon. Halol, endi halollik qiyin bo'lib qoldi, boshqa bo'lib qoldi deydi-ku. Avvalambor birinchi bo'lib yolg'on gapirishni kamaytiraylik. Sal ozgincha musulmonchilik astachilik bilan yolg'onchilikni kamaytiraylik. Tamagirlikni kamaytiraylik. Oilangizda sog'lom muhit bo'lishini, xotirjam yashashni xohlasanglar, qizim deb olayotgan kelinni ham yaxshi o'zingizlarni va'dalarga muvofiq ana qilinglar. Tenginglar bilan ana qilinglar. Yaxshi ko'rib qoldi deb ko'ngillashib bir kundan keyin esdan chiqib qolishi ham yomon bo'lyapti. Mana shu yerda qanaqa janjallarni ko'ryapmiz. Keyin ota-onalar bilinglar, janjal chiqqan uydan imkon qadar qiz olish kerak emas. Mana shu yerda aka-ukalar yuz ko'rmas bo'lib ketadi qabr tepasida. Qabr tepasida hattoki akasini janozasida akasi u yoqqa ko'milyapti, ukasi va o'sha yerda turib olgan. Bormadi hattoki go'ri tepasiga. Nimaga deysiz? Erkak kishilar misol uchun o'zingizdan ukangiz bilan "Va, unaqa qilma" deysiz, abetdan keyin esingizdan chiqib ketadi. Lekin esingizga solib turargan, men qilgan degan narsa ayol kishi bo'ladi. Mana bir kun bittasi aytgan ekan, mana bizani oqibatimizni ko'z emasmiz, aka-ukalar hammamiz oqibatlimiz degan ekanda. Keyin o'slar eshitib qolgan ekan. "O'sinjon bir anaqa qilingizmi, bir ko'rsatamiz bularni" degan ekan. O'slar 2 kun agitatsiya qilsa, 4 aka-uka bilan urushib ketibdi. Tushunyapsizmi? Ayolda ham gap katta. Ayolda gap katta, конечно. Shuning uchun o'sha ayollarga ham, oila boshlariga ham ertaga xotimanglar chiroyli bo'lish uchun, hamma bola chaqangiz birdek turishligi uchun, janozangizda misol uchun farzandlari mana hammasi mehr oqibatli deyish uchun hozirdan harakatni qilinglar. Birovni bolasini ko'p ko'rib, birovni bolasini kam ko'rib yaxshi emas. Yaqinda bo'lgan bir voqea, hojaga kelib qoldi, kelinim o'tib qoldi deydilar. 3 ta bolasi bor edi. Shamollash o'tkazib yuboribdi. Anu qaysi keliniz? Men toparman, tutarmonniki bor-ku dedi. Xullas erkak kishi ham topfolman, tutvolman, zo'r, qarochi ayol ham endi adasi mayli topotdilar, biz uchun quvvatdilar, boshqa quvvatdilar degan. 3 ta bolani shamollash o'tkazib yuborgan, ko'rsatmagan joyi qolmadi, olamdan o'tdi kelin. Endi u erkak uchun, ham 3 ta bolasi uchun onalik qila oladigan o'zidek ayol topa olmaydi. Ona yetim, gul yetim, ota yetim, shum yetim deb eskili bekordan aytgan emas. Shuning uchun baribir avaylash kerak. Hamma narsani. Tinch oila. Mana ko'p pul, boylik haqida gapiryapsiz. Pulim ko'p bo'lib turib, xotirjamligim bo'lmasa, menga tatimaydi. Mana hamma aytadi, 1 million dollaringiz bo'lsin, nima qilardingiz? U sizga faqat diskomfort olib keladi. Yana ham потребность ko'paytiradi. Большие деньги, большие проблемы. Chunki u narsani siz o'zingizda olib qolish uchun yana ham energiyangizni ko'p ishlatasiz. Ana yerda ming dollar pul ishlatib bolasini ko'mib ketadigan otalar bor-da. Tushunyapsizmi? Shunaqa narsa bo'lmadi-yu, Xudoga shukr deyish kerak payti kelsa. Men o'zimiz guvohmiz. O'sha yerda bir ota ko'mildi yaqinda bundan 2 yil oldinda. O'g'illari pochkadan o'ldi, Hindistonni ham ko'rsatdilar, hamma yo'ni ko'rsatdilar. Baribir o'g'illar karantinda olamdan o'tdi. O'zlari uyni ham sotib olganlar, shu bolamni olib qolay debdi. 60 dan oshgan kishi, o'zlari ham olamdan o'tdilar, mana shu yerda turishibdi. Endi qarzlari bor ekanda, normalniy qarzlari bor ekan, kim bo'yniga oladi deyapti-da. Jiyanlar ham unaqa o'ziga to'q oila emas, boshqa emas, hech kim bo'yniga olmayapti. Ani qarz bor odam ham o'ylab turdi, mana shu oxiri mayli Alloh uchun roziman. Bu odamni men ko'rdim. Bu odam
yeb ichish uchun emas, uchastka uchun emas, yo ana yerda biznes qilyapman deb emas. Shu o'lgan o'g'il uchun olgan edi. Shuning uchun men roziman deb ketdi. Shuning uchun xursand bo'laylik. Tushgan bo'lsak, jonimizga urmabdi-yu, molimizga uribdi degan narsaga xursand bo'laylik. Ana yerda bitta qanchadan qancha bolalarni qancha davolatamiz deydi. Mashinasini ham sotib oladi, boshqa qiladi. U ertaga ko'mib ketsangiz, u misol uchun Xudoga shukr deysiz-da, bir payt. Bolalarim sog' deysiz. Har kuni ovqatini yeb turibdi. Ismasi chiqmaydi. Ismasi chiqsa ham qanaqa xavotirga. Endi uning uchun ota bo'lish kerak-da. Va bolalaringiz katta bo'lgan sari tushunasiz. Shuning uchun tushib qo'ydim, bo'ldi, hayot tugadi degan narsa emas. Alloh berdimi? O'lmagunicha rizqingiz bor-da bu dunyoda. O'lmagunicha rizqingiz bor. Shuning uchun bo'ldi, tushdingmi? Undan alamini olgan bilan, bundan alamini olgan bilan bekorga oilangiz, bolalaringiz yosh bo'lsa sizni tushunmaydi. Adam tushib qo'yibdi-yu demaydi. Ular boshqacha o'ylaydi. Shuning uchun imkon qadar Xudoga shukr qilib, jonimga emas, molimga urdi deyish kerak. Shunaqa. Rahmat. Hoji aka baraka. Suhbat uchun. Tanisi sog' bo'lsin. Bizani ko'rganlar dolasa to'g'ri xulosa chiqazib. Shunaqa. Keyin yana bitta narsa-da, menga yetib qoladi. Sen aslida bunaqasan, kadrda men qoragan yoqib olsam, men qoragan yoqmayapman. Men bo'lgan gapni gapiryapman. Meni sizlar o'zlaring bilasizlar. Har doim mana shunaqa o'qiganman. Bori bor, yo'qni yo'q deb kelganman. Ha, tushundim. Mana shunaqa odamlar bilib olinglar. U ibratli video oladimi, boshqa qiladimi, uni o'zining hayoti bor. Hech qachon uni hayotini absurdlat qilmanglar. Sizlar u odam ishlayotgan mahsulotidangina manfaatli bo'linglar. Misol uchun shoirlarning hamma aytadi. Oladigan, boshqa qiladigan deydi. Lekin ular qanaqangi bir mafkuraviy, qanaqangi xalq uchun ijod qilishgan. Ularni mehnatini mahsulini oladi. Mana misol uchun ustalarni bilamiz-da, yaxshi qo'li gul ustalar yo oladigan, yo betayinroq bo'ladi. Lekin bitta qilgan ishi uzoq yil turadi. Shuning uchun odamlar, misol uchun siz u odamga shogird tushdingizmi? Yaxshi tarafini oling. Bu yoq tarafini o'zingiz ustida ishlang. Yetganimni qilganimni qilmagan. Ha, mana shunaqa. Men dindan gapirmayman, boshqadan gapirmayman. Har bitta gapirilayotgan gapni ommaga emas, menga gapirildi deb qabul qilish kerak. Misol uchun o'sha sahobalar paytida endi kitobda o'qiganimda har bir tushgan oyatni, har bir hadisni butun ummatga emas, aynan menga aytdilar deb qabul qilib o'zligini shu solih inson qilishgan. Misol uchun sizga ham ko'chada ketyapsiz, bittasi bunday tikka qarab qolsa, bo'lmasa xayolingiz sizni orqangizdan hech narsa qilmadim, u yo'q qarab qolasiz o'zingizga ham. Xuddi anaqa bo'lganda tepada Alloh qarab turibdi meni, nima qilayotganligimga deb qabul qilish kerak hayotni. O'shanda sal cho'chiysiz. Lekin faqat yaxshi amal qoladi.